Jigit, ihvalınız bekleğir ki. Aptap çıksa, şamal çıksa edikensiz, şamal çıksa, yağmur yağsa edikensiz, yağmur yağsa, qar yağsa edikensiz. Yaz kelgende kuz kelsa bo'ldi edikensiz, kuz kelgende qish kelsa bo'ldi edikensiz, qish kelgende ertez bo'lsa edikensiz. Hey, naq 5 yil o'tdi. Yağmagan kötektek çok çoğ akıştırıp nima qilib pravolmaymiz? Oy, o'g'aballa, qopila, pravoldiga yaga pirma. Tashqimo jo'lyan, bir dadimni to'kil keldim. Ma balama shu qish bo'lsa so'qib ketdi deydi, yoz bo'lsa isib ketdim deydi, kunduz bo'lsa ishlayman deydi, kech bo'lsa joyshavni taqib etibdi deb. Naq 5 yil bo'ldi, qattiq pravol qilinmayotdi. Unmadi ma bala pravog'ili. Sizning ma maktabda olsam 24 soat ochidika. Odam jo'lyanmi ba, AI jo'lyanmi ba deydi. Ma balda bir pravol ishda bir umid bormi? Umid bor, bizning Shingaydan Sho'burg maktabimizda 24 soat qachon kelsa shu vaqt mashq qilaydi. Unisi o'chira solib qolgan ish yo'q. Andiki ma bu 1-4 tur nazariya ma'lumimiz hisoblangan. 1-4 turdan qachon mashq qilib bo'laverdi va 3 nisbatimiz 80% yuqori. Andiki ma monitorimizni mashq qildi. Butun ko'nirib bo'lgandek amaliy mashina chiqib mashq qilsa qiynalib qolmaydi. Shunga texnik ish imkon bo'ldi. Hesapta bunun nazariya qismida 1-tur va 4-turda yuzlab o'rganamda ya ma'lumot bormi? O'zimizning ma'lumotimiz bor. O'qigan yerini so'rash bo'laverdi. Masalan, monitor o'rganganda ma'lum bor shunami? Ha, ma'lum bor. Sirtda amaliy mashina o'rganganda ma'lum bor. Ma'lumni tanlasam bo'ldi, andakin AI ma'lum tanlasam bo'lamda. To'g'ri, ma'lum. Andakin men cyber seyishkin mush maktab tutuluq og'lulamda. Buldu shunami. Andakin bir ansirash bo'lish mumkin. Chunki mushaga tizimni tutib qolib qolsa navadima bola. Ma'lum men bil karomida kompyuterdan biyin tashlab qo'ydim, monitorni chiqarib mashinaga chiqamidi deb ansirash bo'lib qoldi. Budim. Qishtash bo'lib qoladi. Ya unda ish bo'lib qolmaydi. Biz o'quvchilar kamiz suylab turib, telefon qilib turib akilib, mashq qilamiz. Uni ustiga har vaqtda shu o'quvchining ilgilashligimizga qarab, shuning asosan bavrab ya amaliy mashina ya monitor mashina o'quvchi palma rayo salamiz. Ondan sonra işçi xizmetçilik tazmas gerekirken işten düşüp yarım gecede gelip mashq qilib qolsam, yo'ruq holatda ya monitorda ya amaliy mashina mashq qilsin bo'ldi. Ha, bo'ldi. Mana endi shu pravoldiga vaqtim yo'q, yozliga isib ketdim, qishlig'i to'nlab ketdim deb bana sabab ko'z tutganlar. Shu Shingaydan AI Sho'burg maktabi bevoslam kelsanglar, shu yerda shu amaliy ma'lumot bor ekan. Onun sırtı qasım şu AI ma'lumot bor ekan, kompyuterni tanlasanglar bo'ldi ekan, amaliy ma'lumot tanlasanglar bo'ldi ekan. Ikkidan birini tanlab o'rganib olsanglar, tez surat pravol bo'lamda. Necha kunda chiqadi? Pravo asosan 45 kun atrofida shunami? Xo'sh, bunda olib qolsa bajardi bir azroq qilib beramiz hamda tunishib shu. Bizning barimiz hozir faoliyat vaqti. Bütün o'qish pulini bir vaqtni to'lasa 1.980 yuanlar. Bilib to'lasa 3 kun bilib to'lagan bo'ldi 2280 yuan. Biroq to'lsin bo'ldi, bilib to'lsin bo'ldi shunami. Ondan sonra vaqtni ching tutib, shunda qiziqayotganlar mena qishmi kirib qoldi, bir shamolni, bo'ronni ko'may, qonni ko'may pravoldim deydiganlar tizimlasanglar bo'g'day telefonni biroz deb beray. 173 0997 26 73. 173 0997 26 73. Do'stlar, meni o'rnib qolsa shahar naisi Taxijoyin o'ltirxona qiypash udul joylashgan Shingaydan AI Sho'burg maktabi. Mushagilam kelib bir tushunib ko'rib qo'yganlar mushani.